hozir akajonimiz Namangandan kelgan, ya'ni farzandlariga o'sha yoqdan turib men xursand bo'lgan tarafim, ya'ni farzandga e'tibor mana shuncha, bo'lsa shuncha bo'ladi. Ya'ni o'zbek xalqi o'zi farzandni yaxshi ko'radigani, ya'ni sog'lig'iga juda ham e'tibor bergan. Ko'pchilik, ya'ni bitta narsani aytib ketaman, shu yerda voha, vodiy tarafda o'tib ketadi degan narsani qiladi, lekin tushungan kishilar ekan. Ya'ni o'qimishli insonni bari mana shu narsadan bilsa bo'ladi. Akajon, men o'g'il farzandli bo'lgan ekansiz. Sariqlikda bo'lgan ekan, ya'ni fiziologik sariqlik. Endi o'zi qanaqa bo'ldi? Qanday topdilaringiz bizani? O'zi foydasi bo'ldimi? Ikki og'iz mana shu haqida gapirib o'tsangiz. Aka, o'sha endi asosan farzandim bilan ayolim ko'proq e'tibor berdi. Qarasa rangda uji sariqlik bordi, slishkim ko'p. Oqarmadi, rakondan chiqqandagina. Keyin shunaqa lampa borligini topdi. Mana shunaqa Toshkentda bor ekan, shunaqa xizmati bor ekan. Dastavka qilib berishadi olasiz. O'sha keyin siz bilan aloqaga chiqdim. Aloqaga chiqqandan so'ng oldim, bir hafta qo'ygan bo'lsam, lekin shu 100% abashi 95% bo'ldi o'zgarish. Endi bu yog'i xudo xolasa, ya'ni sekin-sekin deyishdi, chiqib ketishi. O'zingiz ham aytdingiz, birdaniga emas, lekin ta'sirini albatta beradi dedingiz. Rahmat kattakon sizga. Joyi sog' bo'lsin akajon. Shu yurtimizga endi nima deydi, xalqqa shu xizmat qiladigan narsa ekanda. Men misol bergan pulimga mingdan ming roziman, chunki farzandim uchun ertaga yaxshi ketsa bu narsa hammaga ham misol nima deydi, bee'tibor bo'lmaslik kerak farzandga. E'tibor berib, yangi tug'ilgan chaqaloqqa ayniqsa e'tiborli bo'lgan yaxshi ekan deb o'ylayman. Rahmat sizga kattaga. Akajon, men ham bitta juda ham katta narsa oldim. Men ham hali oilali emasman, lekin ertaga ota bo'ladigan bo'lsa, men shunaqa farzandimga e'tiborli, bitta sog'lig'iga ham narsalarga e'tibor berishga harakat qilaman. Chunki men shu narsalarni endi tushunyapman-da, odamlar xudo ko'rsatmasa hech kimni farzandi, ya'ni men shunaqa sog'lig'ida muammolar bo'lmasa, lekin Hindistonga, Yevropaga olib borishdi deb aytishar ekan. Shu yoqqa olib boradi, o'zimizda bor-ku desa, yo'q, yaxshi mutaxassisdi va yaxshi narsani yaxshi joyda ko'rsatishga harakat qilishar ekan. Akajon, shu narsaga qo'shilasizmi? To'g'ri, aka, men ustozlarimga endi bir havas qilib, ya'niki bir voha joydan keladi deysa, shu yoqdan keladi, o'sha yoqda ko'rsatib yormaydimi, Namanganda ko'rsatib yormaydimi degan narsalar bo'lishi mumkin-da. Lekin tushunchaga ega bo'lsa, qanaqa qo'yish kerak, nima qo'yish kerak, albattaki bu narsalar men uchun foyda bersa kerak. Foyda beradi aka. Aytdim-ku, mana birinchi farzandimdan bo'lgan aka bu narsa foyda bergan. Xudo xolasa, ikkinchisi ham endi tajriba boryapsa, tajribali ketarkan, pediatr bo'ldi. Xudo xolasa bunisi bir hafta qo'ydik, natija ancha yaxshi. Shu aytdim-ku, 90, o'sha 100% dan 95, u yoq endi xudodan, ya'ni sekin-sekin chiqib ketadi deb aytilganda, yo xudo xolasa endi yaxshi ketadi. Joningiz sog' bo'lsin akajonda, lekin muomalasiga men o'zim alohida besh ketdim. Sog' bo'linglar, hammamizni farzandlarimiz har doim sog' salomat bo'lib, hech qachon kasal bo'lmasin. Agar shunaqa murojaat bo'ladi